Subsidiya qanday olinadi? Subsidiya olish uchun quyidagi hujjatlar kerak bo'ladi: fuqarolik pasporti, yashash joyidan ma'lumotnoma, oylik daromadi haqida ma'lumotnoma va mulksizlik haqidagi ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Ushbu hujjatlarni jamlaganingizdan keyin qayerga ariza topshirishingiz mumkin? Albatta, o'z hududingizdagi davlat xizmatlari markaziga borib ariza berishingiz mumkin. Yoki-da eng oson yo'lni o'rgataman. Mobil qurilmangizdan my.gov.uz ilovasini tortib, shaxsiy identifikatsiyadan o'tasiz, ya'ni pasportingiz bilan shaxsiy kabinet ochasiz. Qidiruv tugmasiga subsidiya deb yozsangiz, o'zi avtomatik chiqadi. Ustiga bosib, xizmatdan foydalanish deb bossangiz, barcha yo'nalishlar etapma-etap yozib qoldirilgan. Juda ham oson. Arizani ko'rib chiqib, solishtirib, ma'lumotlar to'g'ri kelsa, ariza qoldirsangiz bo'ladi. Subsidiya sizga ajratildimi, yo'qmi, ilovada kuzatib borsangiz bo'ladi. Elektron tarzda sizga xabarnoma keladi. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Videoni subsidiya olmoqchi bo'lgan tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Videoga tushunmagan bo'lsangiz, kommentariyada tushunmadim so'zini yozib qoldiring. Albatta sizga tushunarli video qo'llanmani jo'natib qo'yaman.